Koreyada birinchi marta osh qilib ko'ramiz. Bugun darsdan kech chiqdim, lekin baribir osh qilgim keldi. Oshga kerakli masalliqlarni sekin-asta tayyorlashni boshladim. To'g'risini aytsam, umuman tovada osh qilib ko'rmaganman. Onamdan so'rasam, albatta bo'ladi deydi. Onam motivatsiyasi bilan tovada osh qilishga tushdim. Guruchlarni issiq suvda yutib qo'ysanglar, oshingiz yana ham yaxshiroq bo'ladi. Bular tovaga tayyor. Go'shtdan oldin piyoz solish kimni o'rganganman bilmadim, menimcha bu anchadan beri go'sht yemayotganim ta'siri bo'lsa kerak. Oltin kapgircham bilan birga oshni ham boshlab oldik. Kelajakda shirin bo'lib chiqadigan oshimizga qo'shib yeyish uchun salat tayyorlaymiz. Sizlar yarim kechasi uxlamasdan mevalarning hayotini ko'rasizlarmi? Guruch o'lchagan kosalarda guruchga moslab suv qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Masalan, 1 kosa guruchga 2 kosa suv. Yaxshilab qaynab, suv kamaygandan so'ng, sabzlar o'lgandan so'ng guruch solsanglar bo'ladi. Menimcha hamma viloyatlarda har xil pishiriladi, bizda esa aynan shunaqa. Bu ketishda aniq yaqinda YouTube'da maxsus pazandachilik kursini ochsam kerak. Suvimizni tortib ketgandan keyin esa oshimizni dimlashga qo'yamiz. Men dimlagan vaqtda har doim shu usuldan foydalanaman. To'g'risi do'stlar, men o'ylaganimdan ham dahshat chiqdi. Faqat negativ bo'lmasdan like paykam bosib ketinglar. Agar sizga ham Koreya qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying.